Assalomu alaykum. Mana biz kecha yaqinda biz Boburjondan Farg'ona viloyatidan limon ko'chatlarini 12 ta limon ko'chati, 3 ta mandalin ko'chatini buyurtma berganda, buyurtma o'z vaqtida yetib keldi. Mana shu ekishimiz mana shu fabrikadagi mashinalar hozir ekkanimizdan hozir mana bu tuvakda turgan mana bu turgan birdaniga yashnab yaxshi bo'lib ketdi. Mana go'nglarni elab ekdik. Xudo xolasa natija yaxshi beradi deganmiz. Mana gullayn deb turibdi. Hatto mana limonlar gullayn degan darajaga yetib turibdi. Xudo xolasa yaxshi natija beradi. Agarda Boburjon bilan aloqada bo'lib so'rasangiz o'z vaqtida yetkazib keladi. Bu hech qanaqangi muammosiz, xullas sifatli yetkazib keladi. Bundan keyin u bilan aloqada bo'lamiz. Aytishlari qaraganda kishilardan ko'p narsalar nasihatini olamiz. Qanday yetishtirilishi, qanday parvarish qilishini shu Boburjondan so'rab bilib olaveramiz. Xudo xolasa yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Biz Jizzax viloyati Zardor tumanida turaman. Yoshim 60 da, Xudo xolasa 60 yoshga to'lamiz. Xudo xolasa mana shu yetishtirilgan payvandli limonlar bilan parlikda ekish bilan shug'ullanaman degan niyatdaman. Xullas, nima ham deyardik? Boburjonning ishlariga baraka bersin. Boburjonning ishiga baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin. Xullas yomon emas. Olsangiz albatta sizlar shu ko'chatlarni olsangiz albatta yaxshi natija beradi degan umiddaman. Xo'p, mayli salomat bo'ling. Yana qanday taklif istaklar bo'lsa, Boburjonning telefon raqami bor. Shuni aloqa chiqsangiz, o'zi maslahat nasihatini beradi.